maqsadiga yetmay qo'ymas qancha to'siq bo'lsa yo'llarida bizlar o'sha zet avlodmiz bizlar o'sha noto'g'ri to'g'ri yo'l bor tanlash o'z qo'limizda yaxshi yo yomon bo'lish bosilgan bir qadamda maqsadiga yetmay qo'ymas qancha to'siq bo'lsa yo'llarida bizlar o'sha zet avlodmiz bizlar o'sha Menga qara, birorta yuradigan yigiting bormi deyman. Hech kimga aytmayman, gapiraver. Bechora qizda ham ko'ngil bor, Dilnoz. Ko'ngliga tegadi ham deb o'ylamaysan bir. Shunda ko'ngil bordimi? 200lamachi bu. Sarvarjon, hayotchi juda ham murakkab bola. Nima? Qayerdan olding buni? Sotib oldim. Aldama, nima qilan boshlangan seni? Voy, farqi nima? Gulmizda-ku. Yo'limdan qoching dedim. Shoshmang opa. Shahar bedarvoza emas. Menga qarang Anor opa. Mani bu yerda ko'rganingiz hech kimga aytmaysiz, tushundingizmi? Nima deding hozir? Qaytarib ol. Ha, nima? Rosta? Nima rostda? Seni sevishim. Xo'p, aziz o'quvchilar, hamma darsdami? Keyingi paytlarda men o'quvchilarim o'qituvchilar orasida juda ko'p muhokama qilinyapti. Shuning uchun ham bolajonlar, davomat 100% bo'lish kerak. Kelishdikmi? Bugun hamma kelganmi darsga? Sinfda deyarli hamma bor. Faqat boya Jamshid telefon qilib, sal ketishib qolaman dedi. Lekin sababini aytmadi. Jamshidning bunaqa odati yo'qdi-ku. Temur yoki Sherbekdan buni kutsa bo'lardi. Ustoz, yana meni gapirdingiz-a? Yaxshi ham sinfingizda men bilan she'r bormiz. Ha, sizlar nafaqat sinfni, balki butun maktabni ko'zga ko'ringan o'quvchislarda bolalar. Bizda-da bu ustoz. Mana yaqinda maktabni ham tamomlaysizlar bolalar. Ichinglarda oliy o'quv yurtlariga kirishni orzu qilganlar bormi? Ustoz, men umuman o'qishni xohlamayman. Nima qilishim kerak yana? Sen o'zi maktabda zo'rg'a o'qiyapsan-ku. Hali sinfdan sinfga qolib ketmasing ham katta gap. Juda zo'r bo'ladi, Sharif opa. Bir ichkalarim bilan o'qirardim. Bu ketishda yana 10 yil o'qiysanmi deymanda shu maktabda, Timur. O, maza-yu bu ustoz. Nimasi mazza? Uyalish kerak, Timur. Ustoz, Timur deyapti nima qilsin? Uni kallasida faqat PUBG-yu mafiya. O, sen jim o'tir, erkaklar ishiga aralashma. Bo'ldi. Dilnoza. Sen ham erkakmisan? Hali ham ishonmayapsanmi erkakligimga? Buni isbotlashni yo'li oson, xohlasang. Bo'ldi, qara. Bo'ldi Dilnoza. Nima deding? Bor joyiga o'tir. Nima dedi? Ustoz nima dedi hozirman bu? Bo'ldi, jim deyapman ikkalangga ham. O'zidan ketib qolgan-a bu. Timur, tur o'rningdan. Bu yoqqa o'tir. Dilrabon yoniga. Mana. Oldinga qarab o'tir. Darsda o'tiribsan. Xo'p. Sarvar, senga nima bo'ldi? Ustoz, Sarvarning yuraklari hozir tilka pora bo'lgan. Chunki u sevib qolganga o'xshaydi. Jinnimsan Jasur? Qo'ysang-chi, hozir Dilnozani yonida olmadi-yu. Bolalar nimalar deb tashamadi? Sarvar yuragingiz boshqa tomonga qarab yo'rg'alayaptimi deyman-a? Bo'ldi. Bachkalalashmalaring, jibotirlaring. Ha, Dilnoz, menga qolganga o'xshavosdan-ov. Toshini der, ahmoq. Yana aytaymi shu gapingni? Endi o'zingdan ko'r. Bolalar, bo'ldi qilasizlarmi yo'qmi? Hozir direktorni chaqiraman unda. Ha, zo'r bo'lardi. Chaqirtini ustoz direktorni. Bo'ldi, bolalar. Jim o'tirlaring. Senga kim qo'yibdi buyruq berishni? Qara she'r, nimalar deyapti bu? Bo'ldi. Qanaqa bolasizlar o'zi? Butun maktabda sizlarni sinfiylar gapiriladi. Nega shunaqasizlar bolalar? Axir kap-katta bola bo'ldinglar-ku hammanglar. Yoki men ham boshqa o'qituvchilarga o'xshab sizlarga qattiq turishimni xohlayapsizlarmi?
Axir men sizlarni hammanglarni o'z farzandimdek yaxshi ko'raman-ku, bolalar. Bu nimasi axir? Qara Sarvar, qara ko'rdingmi? Sani deb ustoz yig'layapti. Sani sevgini aybdordik, ha? Jinnimisan sher? Sevgi erkaklarda bo'ladi. Shiltalardan maqsad. Bolalar, ey, o'tiringlar. Bo'ldi. Kim shilta, ha? Bas qilinglar. Uf, ey xudo. Понимаешь, bu hayotda hammasi go'zal, hammasi chiroyli. Kalinka, malinka moя. Да, я тебе по-джентльменски yoqib beraman. Давай, давай. Qani jonim, 5 gramm. Voy, do'cha. Qachon kelding? Bor, tez, darrov kiyimlaringni alishtirib kel. Qara, Roma tog'ang bizga somsa olib kelibdi. Привет, Розочка. Да? Oyi, qaravori, sizda gapim bor. Yuring, sizda gapim bor. Ух, какая серьезная. На маму похоже. Какая помощь, Розочка? Yordam kerakmasmi? Hozir men hozir kelaman. Hozir. Не горю? Ne. Да. Hozir. Тез кайтып, я соскучился. Ah. Hozir. Xo'sh, do'cha, nima bo'lyapti? Oyi, ana nima qilyapti yana bizanikida? Kimdan aytyapsan, qizim? Oyi, o'zingizdan qo'likka solmang. Nima deyotganimni bilib turibsiz. Ana suteni nimaga kiritdingiz? Qizim, axir Roma yaxshi odam-ku. Qanaqasiga yaxshi odam? G'irt alkashu. Undan tashqari aytmay qo'yavering. O'zingizni nimaga o'sha bilan teng qilyapsiz, oyi? Yoki siz ham o'shanaqa ko'nchiniy odammisiz? Tak, do'cha, menga qara. Bo'ldi qil. Aqling yetmagan narsalarga aralashma. O'zing o'yla, axir shuncha yildan beri shu odam bizni boqib kelyapti-ku. Buni o'zing juda ham yaxshi bilasan. To'g'ri, u ko'p ichadi. Lekin u хороший человек, tushundingmi? Menga qara, butun kvartalda santexnika shu. Pulni jaraq-jaraq qilib menga olib kelib beradi. Yana nima xohlaysan? Keyin u pullarni hammasini ichasizlar-da, to'g'rimi? Da. No ichamiz, yeymiz. Nima xohlayapsan yana? Nahotki o'sha alkash bilan o'zingizni teng qilyapsiz? Tirnog'ingizga ham arzimaydi. Yursangiz, normalniy odam bilan yuring. Menga qara. Sen menga aql o'rgatyapsanmi? Hoy qiz, menga qara. Haddingdan oshma. Bu meni hayotim. Bunda qanday yashashni o'zim bilaman. Ana bor. O'zing normalniy odam bilan yur, lekin meni ishimga aralashma. Tushundingmi? Oyi.
Че там, че вообще? Ромочка, дорогой мой. Да, чё она, Ну да. ладно. Я же тебя жду, красавица моя. Че она там, тыр? Ничего, че Не она, обращай давай. внимания, каналдик. Вах, она. Она еще молодая. Да, давай. Menga qara. Qanjoq? Ay! Sarvarga nima ko'zing suzib yuribsan? Ay, orvatdi, qo'yvor sochimni. Ikki quloqing bilan eshitib ol. Sarvar meniki. Eshitdingmi? Qo'yvor, orvatdi. Unga yana ko'zing suzsang yoki likillasang, ko'zingni o'yib olaman, eshitdingmi? Qo'yvor deyapman. Sarvari o'zingga buyursin. Agar yana bir marta seni ko'rsam, Qizlar tinchlikmi? Nima bo'lyapti bu yerda? ha, tinchlik? Shunchaki gaplashib o'tdik. Tinchlikka o'xshamayapti yoki siz chaqirsammikan? Ayyo, shart emas. Mayli. Tinchlikmi, yaxshimisan? Ha, yaxshi. Dinar to'xta. Dinar to'xta deyapman senga. Dinar to'xta, gapim bor deyapman senga. To'xta deyapman men senga. Qo'yvor qo'limni. Qiz menga qara. Maktabimni o'zgartirdim deb qutuldim deb o'ylayapsanmi? Sen baribir meniki bo'lasan, Qo'yvor tushundingmi? qo'limni. Menga qara, sen baribir meniki bo'lasan, tushundingmi? Qo'yvor qo'limni. Qochib qutulolmaysan mendan. Baribir men yana qaytib kelaman. Tushundingmi? Zoir Karimovich, sog'lig'ingiz yaxshimi? Biroz tobim yo'q. Kim so'rab keldi meni? Keyinroq kelamiz deb qaytib ketishdi. Kim? Ano, Ucelmi, Telekommi, aloqa operatorida. Maktab tomiga antenna o'rnatsak bo'ladimi deb kelishgan ekan. Hayrati, Telekommi? Nima dedingiz, domla? Ay o'zim. Nima bo'pti antennamizga? Shunda ham televizorlar hammasi yaxshi ko'rsatadi, ha? Ular anaqa antenna ekan. Qanaqa? Anaqada. Bo'ldi, kerak emas. Boring, ishingizni qiling. Xo'p. Mana bu choy quyib kel. Qisqasi bolalar shunaqa gap. Qatdan topishga boshim qotib qolganda. Tezroq topinglar o'shani sher. Ifloslarni adabini bermasak haddan oshib ketyapti. Nima? Sallani o'zlaring kuchi yetmaydimi? O'zlaring hal qila olmaysanlarmi? Qila olamiz. Ular qilsa bizga gap tegmasdi. Chunki ular u bu joy sinib dash yura olmaydigan qilib qo'yadi-da. Tushunyapsanmi, Baho? Ha, shunaqa degan. Sen Bahoni uni qatdan olganding? Ha, uni bitta brat beruvdi menga. Lekin menga qatdan olganini aytmadi. O'sha bratni menga topib bersang, pulini 2 hissa qilib beraman. Asher, o'zinglarda bo'lardi-yu. Ha, adang eng katta narkobaron edi-yu. Tomiy ketganmi? Senga bitta gapda ishonib bo'lmaydi. Kasyol bilet. Maktabimizda birov ishsa bormi? Kallang ketadi seni. Sher, rostdan ham ada narkobaronmi? Seriozmi? Voy, bilan. Mana ko'rdingmi? Endi butun maktabga yoyiladi. Ama qaralaring, birovga qiyin desang, hammangni ittaraman. Tushundingmi? Bo'ldi. Hech kim bilmaymiz. Sigaretni ol. Hozir. Mana. Al. Qani menga ham berchi. Al. Yaramas. Qayer qo'ydim ha? Bu yerda yo'q. La'natli. Qidirgan labbay topilmaydi. Ay.
bo'lsa nima bo'ladi? Zoya Mirzayevich. Tinchlikmi? Urush. Tez chiqmasangiz bo'lmaydi. Hozir hamma yoqni dabdalasi chiqarishadi. Tez yuring. U ahmoqman. Boricha o'zim boraman hozir. La'natlar, yuragimni oldingni. Yaramaslar. Yaramaslar. Ha? Qatga qaqishib ketdi. Qayerga qo'ydim? Ne bo'ladi endi? Ne bo'ladi? Tamam bo'ldingiz, Zoir. O'zing yordam ber, Alloh, o'zing yordam ber. Sherbek, oying juda ham chiroyli, a? Xuddi Gollivud aktrisalariga o'xshaydi. Bolalar, qaranglar, Sherbekning oyisini. Juda ham chiroyli, a? To'g'risi juda ham chiroyli. Qani marhamat jonim. Rahmat. Da, bilasan-u. Ko'zingga qaramaysanmi? Voy, isqirte. Nimaga ko'zingga qaramaysan? Madvosokini, og'zingizga qarab gapiring, ushlaymanmi? Men senga boshqasini olib beraman. Olib berman buni. Bor yo'lingdan qolma. Kerak bo'lsa olib oling o'zingiz. Turshak. Qani ketdik jonim. Hammasi yaxshi. Sherbekka oysimi? Bunisi kim bo'ldi yosh yigit? Jonim deydi, ha? Ha, demak, Sherbek oyisini o'ynashi bor. Ana endi qo'lga tushding sher. Endi seni sher emas, laycha kuchi qilib o'ynataman. Nega ochilmayapti? Tushunmadim. Nima qilyapsan bu yerda? O'zi, hech narsa? Sen gap o'ylayapsanmi? Yo'q. Qulog'im ozgina og'iradi. Yo'q, aldama. Aniq muammo quloqda emas, yurakda. Bilasiz, bekorga shifokor emassiz. Opajon, rahmat sizga. Bo'pti, mayli. Dinara shoshma. Yoshlar. Shunaqa qilib ahmoqlik qilyapsizlar-da. Keyin yig'lab yurasizlar. Xullas, Newton qonuni semizmi kuchi bor-da. Shunday. Ustoz, bu o'yinchog'i. Ha? Ishlamaydi baba. Assalomu alaykum ustoz. Kirsam maylimi? Kelar ekansizda, keling. Dars boshlanganiga qancha bo'ldi? Qancha bo'ldi? Ha, ustoz, 2 soatli bo'lib qoldi shekilli. 2 soat. Kim shu jobni aytdi? Ana aytdi. Men aytdim-da, domla. Katta qolayni uyim bu. Maynavozchilik qilasan. Domla, o'zida bo'ring, hazillashdimi? Timur, domlaga unaqa gapirma. Sen aralashmagin, bizani o'zimiz hal qilib olamiz. Jibey.
Sen normativ. Bu yoqqa chiq. Chiq. Doskaga chiq. Chiq. Gapiravering, domla, Bu yoqqa eshitolman. chiq dedim senga. Timur, doskaga chiq. Sarlashmading Noz. Nega aralashmayman? Sinf yetakchisiman-ku. Ha, sinfni terpilasiman degan. Kim? Ustoz, ruxsat bering. Yuziga bir uring. Qo'rqib ketdim. Men senga Jasur Jamshidga o'xshagan shilta kalmasman. Xo'pmi? O'tgan darsda sarvarni yegani yetmadimi deyman-da senga. Buni kuch faqat qizlarga yetadi, Dilnoz. Hey, senga hali ko'rsataman kimga yetishini. Bo'ldi qilay Temur. Darsdan keyin gaplashamiz sen bilan. Hey, liboy joyda gaplashaman bilan. Ey, Ko'ramiz-da hali. Nimani ko'rasan? Nimani ko'rasan, ha? O'zing darsda vaqtiga kelmaysan-da, yana olib tegarchilik qilasan. O'shani aytmaysizmi, domla? Ey, bo'ldi qilay. Ikkinchi darsga kech qolsang, kirmaysan darsga. Qo'ymayman. Bor joyingga o'tir. Yana olib tegarchilik qiladi. Nima bo'ldi? Tekshirma gap bo'ldi. dedim, yashagim kelmayapti. Jinni bo'lganmisan? Hayot senga o'yinchoqmi? Bor dedim. Ey, Jim. Nimalar deb bolani miyasini zaharlayapsiz siz? Nima o'zingizga o'xshagan alkash qilmoqchimisiz bolani ham? Nazor, sen qalaysan? Yaxshi emas. Ye, nima bo'ldi? U bu kim xafa qildimi? Ey, yorvoraman aytgin. Liboyiga javob. Bolam. Mana adam o'lgan. Eshitdingmi, Jasur? Toming ketganmi? Sani Sarvar? Agar rostdan iflos bo'lganda, oying uni oldiga yo'latmagan bo'lardi. Sen ham rostdan mujoy ekansan. Hammasini senga aytib o'tirishim kerakmi? Nima? Nimani bekityapsan mendan?